Siz Nedikka telefonlarini tekinga berib yubormaganingizda biz u telefonlaringizni qimmat narxlarda sotib olgan bo'lardik. Voy tavba do'stlar, bir ish qilib bo'lmaydi do'stlar. Men telefonni sotadi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q do'stlar, kuzatib tursalaring bilib borasizlar. Hozir ana ko'pchilik mana boshladi o'zi. Nedikka bermasdan bizga sotinglar, u yoq bu yoq deb. Endi buzuq telefonlar ham qimmatlashib ketishi kerak do'stlar. Men buni ichidan oltinini ham olmayman, misini ham olmayman. Prosta kontent. Men yig'a olamanmi, yo'qmi? Nima deysizlar do'stlar? Bitta ish qilaman desa shunaqalar chiqib turaveradi. Nima deysizlar bunaqa insonlarga do'stlar? Buzuq telefoni bor do'stlaringga tashlab qo'yinglar videoni qanchaga sotar ekan. Bitta telefon tursa qancha turadi mana buzuq telefon, siniq telefon. Tursa bir 3000 turadi do'stlar. Biz agar telefon bersalaring videoni ham o'zlaringga kontentdan qilib beramiz do'stlar. Prosta kontent do'stlar. Nima qilishimiz mumkin oxirida telefonlarda? O'zi bir ikkita inson kommentda topdi do'stlar. Keyin do'stlar, har bitta topilgan telefonga bir kishiga obuna bo'laman. Masalan, bugun 30 tami, 100 tami telefon topildimi, 100 ta odamga mana shunaqa obuna bo'lib tashlayman do'stlar. Bosaveringlar do'stlar. Let's go. Biz Surxondaryodamiz. Sandarga nima edi? Sangardak.